Bizning maqsadimiz mana shu rayonimizga, tumanimizga kirib kelishda mana bunaqangi holatni, vaziyatni bir chiroyli ko'rinishga keltirish. Mana shu yerda o'zida yorug', qishki kuni quruq, yozgi kuni salqin bo'ladigan yo'lak qilib, tumanimizga kirib keladigan odamlarni, fuqarolarni, mehmonlarni eng avvalo o'zimizni rayonning fuqarolari uchun yaxshi sharoit yaratishmoq. 2 kundan keyin bu trotuarimizda katta qurilish ishi boshlanadi. Ben shuning uchun har bittalarni yig'ib ogohlantirib aytayotganim, savdogar bozorchi opalarimiz, akalarimiz, bu yoqdagi taksist akalarimizni hammasini yig'ib aytayotganimiz, mana shu yo'limiz qurilishi boshlanib, o'ta bu yoq chiroyli trotuar bo'ladigan reja bo'lganligi uchun sizlar mana vokzalni So'g'di Musu tarafiga o'tgandagi bozorimiz bor, Tepavili, ochiq turibdi, usti yopiq, tagi quruq. O'sha yerga o'tib, bugun erta sizlarga muhlat va bozorlarda produktlarni yuklarini ko'tarib olib o'tkazdirishga bugun erta hech kim hech qanday turkiyaga qilmaydi sizlarga. Indan gurudan bu yoqda katta texnikalar kelib, lotoklarni joylashtirish, trotuarlarni qilish, mashinalarni qilish, mana shu tumanimizga kirish chiqish joyini tartibga solish. Ertaga qish kuni men martda kelgan bo'lsam, 3 kun yog'ingarchilik bo'lganda bu yoq suvini hammasini tortib, ertalabgacha suvini quritib chiqamiz 3 kun. Yana shunaqa holat bo'lishini bo'lmasligi uchun tumanimizdan kiraverish oldi qo'pol qilib aytganda juda bir yaxshi ahvolda emas. Hamma xohlagan zo'ntigini, xohlagan materialni olib kelib qo'yapti. Bu bir. Ikkinchisi, birorta yo'nalishda bitta odam qo'lida setkasi bilan yoki bola chaqasi bilan bunday yurganda bemalol emin-erkin yura olmaydi. Bu piyodalar o'tish yo'lagi. Bu bozor emas, bu savdo qiladigan joy emas. Kimga texnikadan yordam kerakmi? Kimgadir mashinadan yordam kerakmi? Biz o'zimiz yordamlashib shu boradigan joyigacha yetkazib qo'yishimiz mumkin. Sirdaryolik fuqarolarning ham haqqi bor yaxshi yo'lakda yurishga, yaxshi hayotda yashashga. Qachongacha yo'q, biz mana shu hayot bo'laveradi. Mana shu sharoitda biz yashayveramiz degan tushuncha bilan yashaymiz. Bunaqasi endi ketmaydi. Bundan buyog'iga shuncha maktabni, bog'chani, yo'lda, tibbiyotdagi poliklinikalarimizni remontidan boshlab joyiga qo'yib kelyapmizmi? Bu narsani ham tartibga solib chiroyli qilib olishimiz kerak. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar.